O'zbeklar oyoqqa tur deya video joylagan namanganlik yigit uzr so'rab chiqdi. Namangandagi Yangi yil bayramini nishonlash jarayonida olingan videoni o'zbeklar oyoqqa tur deb yozib video chiqargan yigit aybini tan olib uzr so'rab chiqdi. Bu yigit xitoyliklar O'zbekistondan ketsin, boykot Xitoy, yurtimizni Xitoyga berib qo'ymaymiz deb xalq orasida vahima uyg'otadigan videolar joylagan. Yigitning aytishicha, bundan maqsad obunachilarni ko'paytirish bo'lgan. Men Madaminov Mang'ochov 2008-yil 1-aprel kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumani Iftixor Mefiyeda tug'ilganman. Men 2 kun oldin 10-mart kuni shu 8-mart kunlari o'zimni ijtimoiy tarmoqdagi YouTube sahifamga video joylagandim. Bu videoning mazmuni xitoyliklar bizning yurtimizdan ketsin, boykot Xitoy, Xitoyga yurtimizni bermaymiz degan gaplarni aytgan edim. Bu videoni obunachilarni ko'paytirish maqsadida qo'ygan edim, lekin asli keyin ham tushundim. Bu videolar asli yolg'on. Bu videoga sizlar ham ishonmanglar. Bu videoni qo'yganimda o'zim ham ustaman. Men xitoyliklarga adolatim yo'q hech qanday. Xuddi shuningdek, yana bir o'zbekistonlik yosh katta erkak ham aynan shu mazmunda video joylagani uchun uzr so'rab, vahima qilmaslikni so'ragan. Kuni kecha xitoyliklar haqida ma'lumot joylagan edim ijtimoiy tarmoqqa. 2024-yilda O'zbekistonga 60 mingga yaqin xitoylik keldi va shundan 10 mingtasi ishlashga biznes qildi. Bu 10 mingtadan 100 dan oshig'i o'zbek ayollarimizga uylandi. Va 2025-yilda 1 millionta xitoylik kelishi plan qilingan. O'shanga bugun rasmiy ma'lumot kelib qoldi. O'shani sizlarga o'qib bermoqchiman. O'sha xitoyliklar haqida bo'lgan har xil shov-shuvlar, o'sha oltin tollarni xitoylar sotib olishi yolg'on bo'lib chiqdi. Yerlarni ham xitoyliklar egallab oldi deyish ham yolg'on bo'lib chiqdi. O'shaning uchun o'sha yer kodeksining 17-moddasi bo'yicha chet ellik fuqarolarga yer sotish huquqi yo'q ekan, faqat ijaraga beriladi. O'shaning uchun vahimaga o'rin yo'q. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilariga bu kabi yolg'on xabarlarga ishonib qolmaslikni so'rab qolamiz.